O'rtoq, qo'y, zeta qilish san bilan menga emas. Bir kun ming kunmaski, bugun san bilan shu burger pishirib yeb olaylik, ertadan ozamiz. Tulkilik qilib hamma narsani menga qildirish xayolingga ham keltirma. Xamirini men qilib beraman, kotletni san pishirasan. Yaxshilab qarab o'rganib ol. Hamma suyuq va quruq masalliqlarni ketma-ketida solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan elangan un solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Oshgan xamirimiz xuddi o'zimizga o'xshab shunaqa do'mbillab ishishi kerak. Xamiri bo'laklarga bo'lib, dumaloq shakl berib, listga terib oshiramiz. Oshgan xamirga tuxum surib, kunjut sepib pishirib olamiz. O'zi ham patday yengil, paxtadek yumshoq bo'lib chiqadi. Ana endi magazindan olingan Jo'ja firmasining kotletini san pishirasan, aksiyadan men foydalanaman. Siz ham yaxshilab eshiting, hozirda katta aksiya bor. Jo'ja mahsulotlarini sotib olasiz, qadoq ichidan kodli stikerni topib, skaner orqali botga o'tib, registratsiyadan o'tib, oxirida kodni kiritasiz. Jami 4 ta yutuq, bosh sovrin 50 million so'm. Bunaqa imkoniyatdan siz ham albatta foydalaning. Ana endi xotirjam kotletlarni 200 ni qizartirib, yaxshilab pishirib olamiz. Eng mazali sousni tayyorlaymiz. Tuzlangan bodring, maydalangan chesnak va mayonezini yaxshilab aralashtiramiz. O'zimizga yoqadigan qilib terib, dugonamiz bilan maza qilib yeb, ertadan ozamiz. Buni qaysi diyetachi do'koningiz bilan tayyorlagan bo'lardingiz, o'ziga jo'natib qo'ying.